Dadasi, dadasi. Onangga u yana kelyapti. Dadasi, mahallada svejiy yangilik. Xudoga shukr, mahallada ekan. Xo'sh, BBC nima gap? Ana qo'shnimiz Akmal aka bor-ku, o'sha xotinini aldab, pullarini hammasini olib Dubayga surib yuboribdi. Yo'q, Akmal do'stim, ha? Nega mana aytmadi? Keyin bilasizmi xotin nima qilibdi? Nima qilibdi? Xotinim bor-ku, er ketgandan keyin u ozodlik deb jirtillab borib yangi gelik olib kelibdi-da. Bani, Akmalni yegani shu bo'pti-da. Ish qilib normalniy pul bilan ketgan bo'lsin. Opani ko'rsangiz, shunaqa iplari yechilib, takoy qimmat kiyimlardan olgan. Menimcha hammasi butikniki bo'lsa kerak. Ha, endi puli bo'lgandan keyin oladi-da. Dadasi, gap pulda emas, gap vestda. Opa 150 kilo. Shu vesti bilan 18 yoshli qizlarni lasinasini kiyyapti. O'zi ham porsillab turgan bo'lsa kerak. Yana nima bo'ldi? Ha, nima bo'lardi? Akmalni sevmas ekanda, ketib qopti. Endi xotin bu vestni sevish jicha murakkabda. Tushunyapsanmi? O'sha bu yoq matematika. Hoziroma Akmal qaytib keladi. Puli tugasin, uchib yetib keladi. Ungacha men boraman. Keyinchi? O'sha Akmalchi mashinnik ekan. Endi bilmadim kim mashinnik. Chunki Akmal uylanganda Akmal boy edi. Mana oradan 10 yil o'tib, negadir uni xotini boy bo'lib qoldi. Akmal esa gaday. Savol: kim mashinnik? O'rtog'izchi, baribir mashinnik. Xotin, asl mashinnik kimligini aytaymi? Qara. U uzoq vaqt seni ishonchingga kiradi-da. Shirin gaplar aytadi, shirin so'zlar aytadi. Undan keyin u bilan zakisdan o'tasan. Yana uzoq vaqt o'tishi bilan u portlatib ikkita tug'ib beradi. U sening ishonchingga kirib, sekin-astalik bilan naqd va plastik ko'rinishdagi pullarni o'zlashtirishni boshlaydi. Xo'sh, savol. U mashinnik jonivor kim? Akmalmi? Ha? Akmal. O'zimizda Akmal.